Assalomu alaykum, hurmatli Qudrat Uz kanalining obunachilari, chorvador boqma buqa ishqibozlari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugungi videomiz Namangan viloyati 3 tuman Yo'rqo'rg'on chorva bozorini boqma buqalarning qatorida video syomkalarimizni boshladik. Bugungi chislamiz 2025-yil 16-aprel haftani Qudrat Uz haftani chorshanba kuni Qudrat Uz biz videolarimizni hozir mana unisimi? Mashinasi mo'ljalda savdosi bo'lyapti ekan 35 million 500 ming so'm. Ola go'sht yo'qsiz semirgan, so'ysa ham bo'ladigan, asosan boqmasa 1.40 keladi bo'ylari 35 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti. Boqma asosan. Hop mana uchovi ham bular hammasi boqma asosan. Semizga qiynaladi, lekin boqsa bo'ladigan variantlar qurg'onliqi. Savdosi qancha bo'lyapti ekan bularni? Bunikini bilmadingiz. Hop keyingi naqdga qiziqib asosan boqmalarda Qudrat Uz, Qudrat. Hop, boqmalardan ko'ramiz. Bu ham so'ysa bo'ladi. Orqa chiqqan asosan oldi chiqish kerak bular. Orqa ham zo'r chiqmagan asosan boqma. Savdosi qanchadan bo'ldi aka bular? Savdosi qancha bo'ldi aka buni? Sizdanmi? Savdosi qancha berdi bozor? 56 ming so'mdan to'g'riziga. Biri 40 keladi bo'yi buniki. 56 ming so'mdan to'g'riziga so'rashyapti. 400 kg bag'da bo'lgan varianti. Bunisi ham shunaqa chiqadi, bo'yi pastroq, lekin sal semizroq nisbatan 56 ming so'mdan to'g'riziga so'rashyapti. Mana endi semental bor aka, semental bilan o'zimiz mesni qo'y. Buni savdosi qancha bo'ldi aka? 35 million so'm, 1.40 bo'ylar atrofida. 550 yuqorisida bo'lgan varianti. Boqma lekin suyagi bor buni. Semental bor aka, ikkita buni bilamiz o'zi. Sementalda qanchadan bo'lgani. 1.40 dan keladi sementallarning bo'ylari. Aka savdosi qanchadan bo'ldi bularni? Sementalli savdosi qanchadan qilishdi? Ikkovini ham 40 million. Narigini 36,5. Buni 36,5, buni 40 million so'm. Bunisini 40 million so'm qildi, narigini 36,5 million so'm savdosi bo'libdi, berishmabdi ekan. Xo'p, bular 600 kg yuqorisida bo'lgan 600 yuqorisida bo'lgan 600 kg ko'ryapman. Ozgina nari berisi bilan. Avvalo Alloh to'g'rasi. 40 million kam bor aytilyapti ekan narigisini. Hop, keyingilardan ko'ramiz endi bag'i boqmalarning qatoridamiz asosan. O'sha nari tarafdamiz buni shuni bilaylik haqiqiy dala buqa boqma. O'zimiz mesni parada. Ustoz nimaga? Qancha bo'ldi savdosi? 51 mingdan tushdi, 22,5 millionga olinibdi. 51 ming so'mdan tushibdi. Bo'lar 130 keladi boqma lekin o'zimiz mesni parada. Hop, endi keyingisini ko'raylik, Qirg'iziston parada ola go'sht. Savdosi qancha bo'ldi buni aka? 23 million. 23 millionga sotilgan variantlar, 125 keladi bo'ylari, 450 kg bag'da bo'lgan variantlar. Hop, endi keyingilardan ko'ramiz. Asosan krupniga yuraylik. Endi hada dona-donada biz yutqizib qo'yapmiz. Videomizni ko'pchilik ko'proq chiqaz vaqt olsa ekan deyapti. Hop, mana bitta mana qil krupnilardan chiqazalik. Aka savdosi qanchadan bo'ldi bularni? Hop. Buniki aka 423 kg chiqdi. 423 kg? 58 dan bo'ldi. 58 ming so'mdan sotilgan varianti. 56 dan bo'ldi. 56 ming so'mdan. 45 kg bo'ldi. 445 ga 56 ming so'mdan. Biri 25 ga, biri 30 chiqadi bo'ylari. Xo'p, nargilarchi bag'dagilar? Yo'q, ular hali sotilgan yo'q, savdo bo'lyapti. Qanchadan bo'lyapti ular? Qanchadan bo'lyapti aka? Charchamayapsizlarmi? Xo'p. Alaykum assalom. Xo'p, 400 kg yuqorisida bo'lgan variantlari. To'raziga chiqqan baribir. Yo'q, hali to'razi. 450 kg qiynalib kelib qoladi, xudo xolasa. 450 ga qiynaladi, lekin 400 yuqorisida ola go'sht, so'ysa kuragi bor ekan, nima quruqlikqa ketaveradi. Xo'p, savdosi bo'lganicha? Bo'lgani o'zi 73 million so'm. Uchovini. Nomer ayting, bormi yana uyda? 93lik. 347 25. ikkita 25. Adres qayerda? Namangan Chortog' baliq. Chortog' baliq ko'lida ekan, aloqaga chiqaverasizlar. Buni ish puli bo'ldi, bilmadingizmi yakka? O'zimiz mesni parodi. Bu ham shuni qo'tarda ketgan. Aka ish puli bo'ldi bunisi? Boqma lekin 130 bo'ylari keladi. 130 keladi. Boqma lekin dala buqa haqiqiy. Bular qanchadan bo'ldi? Nariga ikkov qancha berishdi bunga? Mana o'ziga ish puli berishdi. Ha, nariga ikkovi sizdanmi ikkitasi? Nech pul berishdi ikkoviga? Hali baho bo'lgan yo'q. Bo'ylar 130 ga
biri 30 ga plus keladigan variantlari, lekin molimiz haqiqiy dala buqa, ikkoviga pul berishmabdi, lekin hozirgi bozorimiz hisobiga o'sha 53 ming 54 ming atrofida hisoblasa bo'laveradi bozorimiz. Xo'p, bunisini savdosini bilmaysiz lekin. Uni bilinmaydi, 125 bo'ylari 400 kilo yuqorisida, 400 kilo atrofida bo'lganimiz savdosi bo'lmabdi, bilishmadi, egalardan emas. Mana rossiyskiy paroda ukamizga kelibdi. Rossiyskiy bir xilda. Hozir buning narxlarini, ma'lumotlarini bilamiz. O'rmona. Assalomu alaykum. Nima ikkita savdogar bir-birini qo'lini ushlab turibsizlar? Charchab turibsizlar? Savdosichi qanchadan bo'ldi bularni? Bizga 20 milliondan berdi. 20 milliondan 40 million so'm. Siz berdingizmi? Ana o'lib sotar bir-birinikidan poddashga qo'raveradi. Bo'ylari bittasiniki 1.15, 1.20 keladimi buniki? Ben bo'lim tugab qoladi. 1.20 keladimi bu? 15 pulus. 1.15 ga plyus. Bu 1.20 taniq chiqaveradi. To'g'risigacha nechga chiqadi? 300 pulus chiqsa kerak. 300 kilo atrofi. 300 kilo. Bunisi 300 seviyasida, ha? Hop. 20 milliondan 40 million so'm. Qachon keldi sizlarga? Rossiyadan keldimi bular? Sizlar ham kuchayib ketdinglar. 35 talik partiyada. 35 talik partiyalar kecha bozor kun chiqasiz-ku, tugamadimi hali ham? Hop. 20 million so'mdan u bo'ladigan bo'lsa, bular 125 tanga plyus variantlari hammasi. Hop, savdosini hozir bitta bilamiz. Qanchadanga? 27 dan kam bor. 27 danga kami bor aytilyapti. Boqma rossiyskiy parodalar 8 ta. 8 tasi. 35 dedik, qani qolgani? Sotilib tugadi, ana ular sotildi. Bular ham sizlardan endi sotilgani. 27 dan kam bor aytilayotgani, bozor berganicha. Bozor mana ularni 26,5 dan sotdi. 26 million 500 ming so'mdan. Mana shu 5 tasinimi? 26 million 500 ming so'mdan 1.30 eng kichigi mana 1.25, 1.20 ga plyus keladigan variantlarini 26 million 500 ming so'mdan sotilgan variantlari 400 kilo quyuq suyuqiga aylanib qoladi bular. Bularning 27 milliondan kami bor aytilyapti. Hop, savdosini hozir bilamiz, qanchadan qilganini. Qanchadan qildi bularni endi? 24 dan qildi to'g'ri. 24 million so'mdan. Nomerni ayting bularda. 95 lik. 95 lik. 702 51 50 aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu bola o'zi javob beradi. Bitta Mickey Mouse bor ekan ichida. Hop, endi keyingilardan ko'ramiz. Hop, Xo'shayda rossiyskiy paroda bor ekan. Shularni bitta krupni ko'rsatib o'tamiz. Hozir undan oldin mana bularni ko'rsataylik. Savdosi qanchadan bo'ldi bular? Assalomu alaykum. Boshna, charchama. Omonlikda. 63 ming kam bor deyishdi To'raziga. To'raziga. Sizlardanmi bu yo sizlardanmi? Bu okaniki. Aka qanchadan bo'ldi savdosi? 4tasi. 4tavini 58 milliondan 58 ming so'mdan To'raziga kami bor aytilyapti ekan. 58 ming so'mdan qilyapti ekan. Ha, 125 bo'ylari. To'raziga necha kilo chiqadi? Do'stim 4tadagi. 80 kilo, 90 kilo. 400 kilo o'ziga nari beradi. 400 ga quyuq suyuqiga 400 dan ketib qoladimi bular? Ha. 400 kilo quyuq suyuqiga 58 ming so'mdan To'raziga so'rashyapti ekan. Barakasini bersin. Rahmat, hozir o'taman bunday aylanib. Mickey Mouse. Keyingilarni ko'ralikmi? Hop. Bu yerda rossiyskiy parodalar. Yo'q, Qozog'iston ekan bular. Hop, 2 4 6 8 10 10 bitta ekan. Aka kimdan bular? Savdosi qanchadan bo'ldi bular aka? Aha. 23 milliondan. 120 ga plyus keladigan variantlar, o'ttada bitta ikkita 125 keladiganlar bor. 23 million so'mdan quyuq suyug'iga savdosi bo'lib tushlarni Greenford Qozog'iston Oqiboshlar. Limuzin yo'q ekan ichida. Mana bu bo'lsa kerak desam bu ham emas. Xo'p, nomer qo'yib ketamizmi, bormi bulardan? Serofmi? 23 million so'mdan savdosi bo'ldi. Bular quyuq suyug'i necha kilodan aylanadi? 380 kilo 400 kilodan. 400 ga qiynaladi, 380 atrofida aylanib qoladi. Xudo xola. Savdosi qancha bo'ladi aka buni? Bittasi 48. 48 24 million so'mdan 120 ga plyus keladigan variantlari. Xo'p, bunga nomer qo'yib ketamiz aka? 93lik. 115 90 86. Adres qayerda? G'ayrat 3 tumani G'ayrat qishlog'ida ekan. Aloqaga chiqaverasizlar akamizga. Tagi Serofmi bundan? Bo'ldi, akamizni tagi Serof ekan, bor ekan, aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, endi Qudratuz keyingilarini uchun narigi tarafdan Qirg'iziston parodalaridan ko'rsatamiz. Hozir ko'rsatganlarimiz rossiyskiy paroda, Qozog'iston paroda edi. O'z mana endi keyingilarini ko'ramiz. Bular hammasi Qirg'iziston paroda. 125 ga plyus keladigan variantlardan bular. Va savdosi qanchadan bo'ldi aka bularni? Assalomu alaykum. Charchamadingizlar? Egalar kimdan bu?
hammasi Qirg'iziston paroda bular. Serov mana shu oxirigacha ekan, bir kishiniki mo'ljal. Hammasi mana shular. Egalarini bilmaydi-ku, egalarni bilganingizda ma'lumotlarni berib yuborardi. Hop. Egasi kimdan bilan bilmadingizmi? O egas mana sizlardanmi bag'dagilar? Aka bitta ma'lumotini bilaylik. Mo'ljalda meningcha bo'lgan ishkal. Nargisi Angus bor ekan, Mickey Mouse, Eston o'tibdi, orqonam yo'q bo'ladi. Ish holatda ekan. Hozir bilamiz egalar, mo'ljalda gaplashyaptilar. Ungacha mana Anguslarning ma'lumotini bilaylikchi qo'yib yuborib qo'yishdi. Mana bular qayerga aka? Rossiyskiy parodalar. Rossiyskiy qayerdan kelgan Rossiyani? Gorniy Altay deydimi? Rossiyskiy Anguslar. Savdosi qanchadan bo'ldi bularning? Har xil bo'lyapti aka. Taroziga. 28 millionga bo'lyapti. Bu shunda Estonmi bu? Ha, şimdi Yoki 28 milliondan so'rayapti. mana yotgan nima? O nari qo'radi. Ha, orqa-orqanimi? Bu mo'ljalda qizil Angus. Eston emas, qizil Angus. Mana ikkovini 28 million so'mdan savdosi bo'lyapti ekan, berishmayapti ekan. Bular charchaga. Qachon kelgan bular yoqdan? 3 kun bo'ldi kelgani. Tenjonso. Karantindan chiqqan bular. Karantindan chiqqan 3 kun bo'libdi kelganiga, lekin hop, eti boshlarda yomon emas, yaxshi. Boqishga tayyor bular. Hozir mana Mickey Mouse'lar ham sizlardan shu onda? O, meningachami mana u? Bo'ldi, keling, ma'lumot sizdan olamiz. Bitta nomer qo'yar ekanmiz. Faqat tezroq bo'lasiz, vaqt cho'zvormaylik. Hop. Bitta polvonni qarang yo'qchi, mashalloh, buni qarang. Bo'ylar 1.25 dan keladi. Hop, bu bilan mana ikkoviga-da. Mana u ikkoviga, bu bilan qizilga 28 milliondan dedingizmi? 28 milliondan savdosi bo'lyapti, berilmayapti. Aytilayotgan narx qancha buni? 30 milliondan kami bor. Hop, mana Mickey Mouse'chi. Bular Mouse'lar 30 dan deyapmiz bularga. 30 milliondan savdosi bo'lganicha. Savdosi hali ularni 25 dan so'radi. 25 milliondan. Biri 25 keladi bo'ylari, nariganiki biri 30 ga qiynalib keladi, lekin biri 25 to'liq chiqadigan variantlardan. Bular hammasi hop bir kishiniki ekan, hozirgi aytganimda. Anguslargacha mana ikkita kattaga qancha berdi? Ikkita kattaga 30 dan so'radi. 30 milliondan. Bermadi. Hop, 30 milliondan berilmagan variantlar. Qirg'iziston parodalargacha. Quyug'i suyug'iga olib qanchadan so'radi? 25 dan. 25 milliondan so'ralgan variantlari bo'ylari 1.25 ga plyus keladi. Hammasiniki quyug'i suyug'i to'razigan ichkilar chiqadi. Hammasini hisoblaganda. Tortib ko'rilmagan. Hop, quyug'i suyug'iga bular 430 kilodan aylanib qoladi shunda. Nargi Anguslar emas, mana u Qirg'iziston parodalarini gapiryapmiz, chunki buni ichida xo'p bitta kattasi bor, 450 kilo, 500 kilo qiynalib chiqadi. Undan kichikroqlari bor, mana 400 kiloga yetmagan 400 kilo chiqadi. Shuning uchun mana ular kichkina, 350 kilo atrofida, 350 kilo ham qiynalib chiqadi. Shunda buni quyug'i suyug'i 400 kilo yuqorisi 450 kilo chiqmaydigan variantlardan Qirg'iziston parodani. Xo'p, mana ular ikkovi 450 kilodan 500 kilodan hop quyug'i suyug'i bilan ham 450 kilodan aylanib qoladi. Qolganlari 380 kiloga 400 kiloga qiynalib keladigan variantlari. Nomerni ayting. 90 200 74 44. Adres qayerda? Andijon Bog' Shamol. Andijonni Bog' Shamolda ekan. Aloqaga chiqaverasizlar akamizga. Xo'p, bundan Serovmi hali? Mashqol. Yana keladi, keyingi partiya keladi yana. Bu yerda bor aka yana. Mana uni o'zimi shunda? Yo'q. Mana u ikkasi. Mana ikkovi bag'da. Xo'p. Yana keladimi bulardan sizlarga? Keladi. Aloqaga chiqishaveradi. Xo'p, aloqaga chiqaverar akasi, inshaalloh bularga yana keladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shuncha o'cha ko'rganimizdan rahmat. Alloh rozi bo'lsin barchamizdan. Ustoz duo qilishni unutmanglar.